Savollar bo'lsa marhamat. Agar savol bor ekan marhamat. Yer osti kommunikatsiyalarini aniqlash uchun maxsus radarlar bor. Bular ham chuqur o'tmalar yordamida qo'llanilsa, bu texnologiyalardan foydalanib aniqlash mumkin. Murodbek, katta rahmat. Buni ma'ruzalarimizni, taqdimotlarimizni davom ettiramiz. Hozir mana loyihachilar uchun juda qulay bo'lgan yechim. Ya'ni tayyor masalan izlanishlar natijalaridan foydalangan holda loyihachilar o'zlarini loyihalarini ishlab chiqishda mushkullarini osonlashtirish bo'yicha va yechimlarni taqdim etdi. Keling, hozir bizni loyihalash jarayonida qanaqa yangiliklar bo'lyapti? Bugungi kunda xalq orasida keng qo'llanilayotgan BIM texnologiya deymiz, sun'iy intellekt texnologiyasi deymiz. Bu texnologiyalarni loyihalashdagi o'rni qanaqa bo'lyapti? Bu to'g'risida O'zgarishli loyiha qidiruv institutini bosh me'mori Nodirbekdan eshitmoqchimiz. Marhamat. Nodirbek Abdullajonov loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqishda BIM va sun'iy texnologiyalarni qo'llash bo'yicha taqdimot bilan ishtirok etmoqda. Assalomu alaykum hurmatli anjuman ishtirokchilari. Bugun biz hozir loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqishda BIM va sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash haqida gaplashamiz. So'zimni iqtisodiyotimizdagi salmoqli sohalarga ham o'z aksini topmoqda. Boshimiz tarafdan o'tkazilgan 21-oktyabrdagi sun'iy intellekt mavzusidagi videoselektorda ham aynan shu haqida gaplashamiz. Bunga hozir batafsil biroz narsaga to'xtalib o'tamiz. BIM aslida nima? BIM bu binolarni axborotli modellashtirish. Bir yaqin o'tmishga va bugungi kun va kelajak haqida biroz nazar solamiz, ya'ni eslab o'tamiz. 1990-1950-yillarda, ya'ni me'morlar, arxitektorlar qo'lda chizma chizadi. Undan keyingi bosqich nima bo'ldi? Undan keyingi bosqich 1990-yillarda kompyuter texnologiyasi CAD ommalashdi. Ya'ni bunda endi qo'ldagi chizmalarimizni kompyuter yordamida chizishni boshladi. Undan keyingi bosqich 2000-yillardan boshlandi. Ya'ni bu maket bosqichi desak bo'ladi. Ya'ni qo'lda oldin maket yasadik, endi biz raqamli texnologiya yordamida kompyuterda shu maketni modellashtirishni boshladi. Undan keyingi bosqich aynan BIMga to'g'ri keladi. Ya'ni 2013-yildan boshlab binolarni axborotli modellashtirish. Bu nima degani? Tasavvur qilamiz, shu bino. Bu bino ustimizda turishi uchun unga asosiy demak 3 ta funksiyaga bo'ysunadi. Har qanday bino. Birinchisi bu funksional, ya'ni zarur funksiyasini bajarishga, ya'ni anjuman funksiyasini bajarishga. Bu birinchisi. Ikkinchisi mustahkam, ya'ni bu bizni bosib qolmasligi, mustahkamlik yoqadi, ya'ni konstruktiv tarafi mustahkam. Uchinchisi bo'lsa dizayn, ya'ni chiroyli. Bu uchinchisi bo'ladi. Buni hammasini yaqinda birlashtiradigan aqlli model BIM. Ya'ni bularni hammasini birlashtirganda BIM texnologiya bo'ladi. BIMni biz amaliyotda qo'llashtirmoqdan sizni batafsil keyingi bosqichga o'tamiz. Ya'ni raqamli era, digital BIM, ya'ni raqamli esa bu 2020-yilda, ya'ni pandemiya davrida raqamli efirlar ommalashib boshladi. Bunda nima deymiz? Tasavvur qilaylik, bizni miyamiz bor. Miyamiz bizni tishimiz og'risa yoki qaysidir a'zomiz og'risa signal beradi. Bu signal sinoviyatda miyaga signal beradi, biz buni sezamiz. Aynan raqamli efirda BIM yordamida modellashtirilgan obyekt bizga binoni
har qanday kommunikatsiya tarmoqlaridagi muammolar, xavfsizlik tarmog'i muammolari, yong'in xavfsizligi bo'ladi, barchasini raqamli tizimda aks etadi. Bu raqamli smart uylar tizimini aks etadi. Endi bizni nima kutmoqda yaqin kelajakda? Yaqin kelajakda metaverse construction, ya'ni bu endi ko'zoynaklar yordamida oldindan biz qanaqa bino quramiz, undagi har bir jihozlar qanday bo'ladi, uning muammolari qanday, uni avvaldan ko'rish imkoniyatimiz bo'ladi. Xo'p, endi bu raqamli qurilish sohasida raqamlashtirish qachon jadallik bilan o'ta tezlashib ketdi. Aynan pandemiya davrida eslab o'tamiz, 2020-yildan boshlab shundoq ham rivojlanib kelayotgan, demak, qo'lda chizmalar, elektr ixtirosidan keyingi sanoat inqilobidan keyingi jarayon shiddat bilan aynan pandemiya davridan keyin hamma uyda faoliyat yuritishni boshladi. Ya'ni konferensiya hammasi raqamli bulutli xizmatlar ko'rishni boshladi. Bu soha ham, ya'ni o'sha vaqtda qurilish sohasida ham sezilarli salmoqli o'zgarishlar bo'lishni boshladi. Ya'ni ko'rishdik 1990-yildan, ya'ni bugun yaqin kelajak 2030-yilgacha. Endi buni umumlashtiramiz. Buni demak hozirgi salohiyatini biz insonmiz, ya'ni bizni qurilish jarayonimiz bor, ya'ni yashab o'tamiz va oxiri demak insonni umrini poyoniga yetishga o'xshab BIM texnologiyada ham uni umrini poyoniga yetish demontajgacha bo'lgan jarayonni qamrab oladi. Ya'ni bunda biz dastlabki bosqichni eskiga amalga oshiramiz, uni loyihalashtiramiz, tahlil qilamiz, mustahkamlik yetib o'tganimizda har bir bosqichi qiymatlargacha, ya'ni loyihaning smeta hujjatlarigacha qamrab oladi BIM texnologiya. Ya'ni oldindan kiritilgan qiymatlar asosida uni vazirlik boshidan, qurilish vazirligi tarafdan uni amalga oshirilmoqda. Ya'ni qurilish smeta hujjatlarini aynan qurilish materiallariga integratsiya qilish jarayoni ketmoqda. Buni umumiy ekspluatatsiya topshirish va qanaqadir insonni sog'lig'i yomonlashganda, davolanishi kerak bo'lganda uni qaysi yerini o'zgartirish haqida ham rekonstruksiya bosqichini va oxiri muddatga yetkazish bosqichini ham qamrab oladi. Asosiy BIM texnologiya afzalligi hamkorlik. Ya'ni o'tdik BIM texnologiyada barcha mutaxassislar bir model ustida, aqlli model ustida bir vaqtda ishlash imkoniyati bo'ladi. Aniqlik, barcha tizimni oldindan biz raqamli dizayni yaratamiz, faqat biz nima qilishni oldindan har bir detalni, elementini oldindan bilamiz. Ya'ni eshik bo'ladi, o'lchami, buni hozir biroz ansdan ko'rib chiqamiz. Demak, buni darajalar bor. Ya'ni rasmga qaraganimizda qo'limizda buni xiralik darajasi. Ya'ni bir qaraganimizda rasm xiraloq bo'lishi mumkin. Buni lot user belgilasak bo'ladi. Ya'ni ingliz tilidan olingan buni ishlab chiqish darajasi tarjima qilsak bo'ladi. Bunda faqat bino hajmi bo'ladi. Ya'ni korruk holatini ko'rishimiz mumkin. Lot 2. Buni aniqlik darajasi asosiy elementlar, oynani o'lchamlari, ko'rinishi bo'ladi. Lot 300 bo'lsa barcha elementlar aniq o'lchamlari, materiallari, xususiyatlari modelga keltirilgan bo'ladi. Lot 4 esa uni ekspluatatsiya qilish, ya'ni ishlab chiqaruvchi bilan zavod bilan integratsiya qilish jarayoni bo'ladi. Bu lot 4. Buni umumlashtiramiz, fikrimizda ya'ni binoning umumiy ko'rinishi, konstruksiyasi va uni bog'liq kommunikatsiyalarni BIM texnologiya qamrab oladi. Uni quyoshga qancha kirishi, yoritish darajasi, ichkari kirayotgan issiqlik miqdori barchasi BIM texnologiya qamrab oladi. Kommunikatsiyalardan bo'lgan. Ya'ni mustahkamlikni ham aytib o'tdik. Bunda ichida qanday armaturalar ishlatiladi, qanday butun markaz ishlatiladi, barchasini bir modellashtirish yordamida avtomatik hosil qiladi. Ya'ni hosillar. Buni dizayn, ya'ni siz ko'rib turganingizdek shu ranglar bo'ladi, sxema bo'ladi, pardalar, har biri dizayn qiladi. Ya'ni elementlar har birini BIM texnologiyada birlashtirish va qamrab olish mumkin. O'tganimizda bu raqamli texnologiya o'zini kimligini biladi. Ya'ni oldinga aytganimiz maket o'zini nimaligini bilmasa, bu BIM texnologiya o'zini oynaligini biladi. Unda qanday materiallar ishlatilganligini biladi. Har biri biriktirilgan holatda bo'ladi. Buni avtomatik o'zgartirish kerak bo'lganda, masalan, eshikni valariga o'zgartirish kerak bo'lsa, buni avtomatik qiymatga o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Yoki iqlimshunoslik ma'lumotlariga qaragan holda devor qalinligini, uni issiqlik o'tkazuvchanligini, qo'shimcha qatlamlarni avtomatik qo'shish yordamida bir vaqtda o'zi tezkorlik bilan o'zgartirish imkoniyati bo'ladi. Oynalar har bir element o'zini qiymatiga bo'ladi. Demak, yagona modelda biz oldindan raqamli mexanika yaratamiz. Binoni unda chizmalar barchasi avtomatik hosil bo'ladi. Xo'p, bunga har bir element o'zining xususiyatlariga birikkan holda ma'lumotlar taqdim etadi. Bu eng asosiy afzalliklardan biri. Odatda loyihalash jarayonida to'qnashuvlar
qulay joyga, ya'ni ham diskli kommunikatsiyalar bilan mustahkamlik, konstruktiv elementlar bir joyga kelish. Bu kesishmalarning oldini olib, avvaldan to'g'irlash imkoniyati ham yuzaga keladi. Biz nafaqat turar joyli binolar, balki elektr stansiyalar, boshqalarda aynan texnologiya yordamida amaliyotda qo'llab kelmoqda. Hop, demak, buni raqamli holatda oldindan raqamlikni modellashtirib, amaliyotda joriy etish oson bo'ladi. Unlashtirish bu texnologiya kombinatsion imkoniyat, virtual raqamli muhit, ya'ni raqamli exit va ishlash samaraliligini oshiradi. Endi juda ham dolzarb mavzu, ya'ni har birimiz hayotimizga sun'iy intellekt kirgandan keyin har birimizga demak bu ta'sir qilish boshlaydi. Demak, jahon iqtisodiyoti 2030-yilga borib 15 trillion dollar ketishi baholangan bo'lsa, yil boshida 15 trillion dollar ketishi baholangan bo'lsa, yil oxiriga shu hozirgi paytdagi taxminda 20 trillion dollardan oshishi taxmin qilinayotgan ekan. Prezidentimiz boshlig'ini selektorlarni aytib, ya'ni 2030-yilda O'zbekiston 1,5 milliard dollarga yetkazish keyinchalik faoliyatligi umumiy iqtisodiyotning o'rni 1,5 milliard dollar taxmin qilingan bo'lsa, xorijiy ekspertlar 10 milliard dollar kelishini baholanmoqda ekan. Ya'ni bu har bir sohani qamrab olishni nazarda tutadi. Qurilish sohasida ham bu juda ham arxitektorlar uchun, me'morlar uchun, qurilish barcha uchun juda ham farq turadigan bitta omil. Sektorlar yoki chist imkoniyatga ega bo'lgan yordamchisi bo'ladi. Aynan arxitektorlar fikr qilgan jarayonni ham texnologiyadan keyin sun'iy tanlab olmoqda. Buni e'tibordan qarashingiz mumkin. Binoni kontur chiziqlarini berishimiz asosida u avtomatik tarzda hisob kitob qilib, bu yerda bino qurishimiz samarali, qanday parkovka bo'ladi, nechta son bo'ladi, necha kishiga xizmat qiladi, bundan daromad manbalarini qanday olishimiz mumkin, barchasini qamrab olish mumkin. Nafaqat bir loyiha, balki bir vaqt o'zida binoni shakli, joylashuvi, qanday bo'lishini oldindan baholash imkoniyatini beradi. Iqtisodiy samaradorlikni ham ta'min qiladi. Ya'ni qanaqa holatda binoni joylashtirsak, daromadimiz ko'proq bo'ladi. Bu investitsion jozibadorlikni ham ko'rsatadi. Ya'ni yer maydonini xarid bir necha soatlar, daqiqalarda amalga oshirish mumkin. Nafaqat binoni shakli, endi loyihalash jarayonida ham bu amaliyotga kirib keldi. Ya'ni binoni kontur chegaralar berilgandan keyin mehmonxona qurmoqchi bo'lsak, unda nechta xonalar bo'ladi? Buni avtomatik qiymatlariga shunchaki konfiguratsiyon o'zgartirishlar kiritish yordamida bu yerdagi xonalar o'zgarib, avtomatik hisob-kitob bilan moslashish boshlaydi. Bu endi faqat bu planirovka. Endi bu hayotda qanday quriladi? Undagi materiallar qanaqa bo'ladi? Ko'rinishini oldindan baholash uchun bir necha daqiqalarda yuzlab variantlarni bizga taqdim etib, bemorlar uchun qaror qabul qilishni osonlashtiradi. Ya'ni buyurtmachi uchun ham, bemorlar uchun ham. Oldindan dedik, bir nechta material, masalan, qaysi turli material ishlatsak samaraliroq, yaxshiroq vizual, ya'ni boy uchta talabga javob beradi. Oldindan baholash imkoniyatini beradi. Bu narsada demak raqamli texnologiyada biz uchun zamonaviy hayotimizda ajralmas qismga aylanmoqda. Bu raqamli yordamchilar bizni aniqroq, samaraliroq ishlashimizga yordam beradi. Ya'ni so'zni oxirida bir so'z bilan kelmoqchiman, ya'ni biz kechagi bilimlarimiz hozirgi har birimizni shu holatimizga sababchi bo'ldi, olib keldi. Endi bugungi o'rgangan bilimlarimiz o'zimiz sohamizga ertangi natijalarimizga sabab bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Rahmat taqdimotingiz uchun. Savollar bo'lsa marhamat, Odilbek javob berishga tayyor. Loyihachilarda yoki boshqalar savollar bo'lsa marhamat. Savollar yo'q o'xshaydi. Rahmat. Navbatdagi ma'ruzamiz bu qurilish tashkiloti vakillari uchun juda qiziqarli bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Chunki aynan qurilish davomida geodetik ta'minot qanday tashkil etilishi